Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim, hatto aytish mumkinki, har bir oilaga, ayniqsa uy joyiga ega bo'lgan keksa avlod vakillariga bevosita taalluqli bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Yaqinda yuz bergan o'zgarishlar tufayli ko'pchilik pensionerlarimiz endi o'z kvartiralari uchun qo'shimcha to'lovlar qilishlari mumkin. Bu yangilik kimlarga ta'sir qiladi? Kimlar xavotirlanishi kerak emas va eng muhimi, vaziyatdan qanday to'g'ri chiqish yo'llarini bugungi videoda batafsil ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumot har biringiz uchun o'ta muhim. Shuning uchun diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarning ko'proq odamlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati. Ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvallari O'zbekiston Respublikasida pensionerlar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar tizimi juda soddalashtirilgan va ko'pincha ular ushbu turdagi soliqlardan to'liq ozod qilingan edilar. Xususan, pensiya yoshidagi fuqarolar agar ularning mulkida bitta turar joy binosi, ya'ni kvartira yoki hovli uy bo'lsa, odatda bu mulk uchun mol-mulk solig'i to'lamasdilar. Bu ijtimoiy himoya chorasi bo'lib, davlat keksa avlodning hayotiy sharoitlarini yengillashtirishga qaratilgan edi. Masalan, oddiy bir pensioner o'zining yagona 2 xonali kvartirasida yashasa, unga soliq to'lash to'g'risida biror bir xat yoki bildirishnoma kelmas edi. Bu tizim ko'p yillar davomida amalda bo'ldi va odamlar bunga ko'nikib qolishgan edi. Har bir oila o'z ota-onasi yoki buvi bobolari uchun bu masalada xotirjam bo'lishi mumkin edi. Ammo yaqinda soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar bu holatga biroz yangicha yondashuvni joriy qildi. Endi pensionerlar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar ma'lum shartlar va cheklovlar bilan ta'minlanadi. Asosiy o'zgarish shundaki, imtiyoz endi barcha mulkka yoki cheksiz miqdordagi mulkka emas, balki aniq belgilangan me'yorlar doirasida amal qiladi. Eng muhimi, agar pensioner mulkida bir nechta uy joyga, masalan, 2 ta yoki undan ortiq kvartiraga ega bo'lsa yoki uning yagona mulki belgilangan maydon me'yorlaridan sezilarli darajada katta bo'lsa, u holda ushbu ortiqcha mol-mulk uchun soliq to'lash majburiyati yuzaga kelishi mumkin. Bu degani, endi faqat pensioner maqomi mol-mulk solig'idan to'liq ozod bo'lish uchun yetarli emas, balki mulkning soni va maydoni ham hisobga olinadi. O'zgarishlarning asosiy maqsadi soliq bazasini kengaytirish va mulkka egalik qilishdagi adolatli taqsimotni ta'minlashdir. Bu yangilik ko'plab pensionerlarimiz uchun kutilmagan bo'lishi va ularning byudjetga qo'shimcha yuk bo'lishi mumkin. Ayniqsa ular bu o'zgarishlardan bexabar bo'lsalar. Shuning uchun bugun biz aynan shu masalani chuqurroq tahlil qilamiz. Batafsil tahlil, nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kimga kerak emas, soliq qonunchiligidagi o'zgarishlar asosan soliq kodeksining tegishli moddalariga kiritilgan tuzatishlarga bog'liq. Hozirgi kunda pensionerlar uchun mulk solig'i bo'yicha imtiyoz saqlanib qolgan, ammo u bir qator cheklovlar bilan belgilanadi. Asosiy e'tibor imtiyozning faqat bitta uy joyga nisbatan qo'llanilishi va bu uy joyning maydoni hamda kadastr qiymatiga beriladi. Keling, bu qoidalarni batafsil ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz kerak? Eng muhim jihat shuki, pensiya yoshidagi fuqarolar uchun mulk solig'i bo'yicha imtiyoz endilikda faqatgina ularning tanloviga ko'ra bitta turar joy binosiga, kvartira yoki hovli uyi nisbatan qo'llaniladi. Bu degani, agar pensioner bir nechta kvartiraga egalik qilsa, faqat bittasi uchun imtiyozdan foydalanishi mumkin, qolganlari uchun esa umumiy tartibda soliq to'lashi shart. Bu yerda bitta turar joy binosi tushunchasi muhim ahamiyatga ega. Davlat soliq qo'mitasi va kadastr agentligi ma'lumotlariga ko'ra, imtiyozdan foydalaniladigan yagona mulkning umumiy maydoni va kadastr qiymatiga ham ma'lum bir cheklovlar kiritilishi mumkin. Masalan, ayrim hollarda imtiyoz 6 kvadrat metrdan ortiq bo'lmagan maydon uchun yoki ma'lum bir kadastr qiymatiga qadar qo'llanilishi mumkinligi haqida muhokamalar bo'lib turadi. Ammo hozirgi qonunchilikda bu aniq belgilangan emas. Asosan, diqqat birinchi navbatda mulk soniga qaratilgan. Kim xavotirlanishi kerak? Ushbu yangiliklar birinchi navbatda mulkida bir nechta kvartira yoki turar joy binosi bo'lgan pensionerlarni xavotirga solishi kerak. Masalan, agar pensionerning o'z nomida 2 yoki 3 ta kvartirasi bo'lsa, u ulardan faqat bittasini soliqdan ozod qilish uchun tanlashi mumkin. Qolgan mulklar uchun esa to'liq miqdorda mol-mulk solig'i to'lashi lozim bo'ladi. Bu holat ayniqsa farzandlariga yoki nabiralariga atab kvartira olib qo'ygan
ammo o'z nomlariga rasmiylashtirgan keksa avlod vakillari uchun dolzarbdir. Shuningdek, turli xil sabablarga ko'ra, masalan, investitsiya yoki ijara uchun qo'shimcha kvartiraga ega bo'lgan pensionerlar ham ushbu toifaga kiradi. Bu holatda soliq yuki sezilarli darajada oshishi mumkin, chunki oldin ular umuman soliq to'lamagan bo'lishlari mumkin edi. Hozirda har bir ortiqcha mulk uchun o'rtacha bir yilda 100 ming so'mdan bir necha million so'mgacha soliq to'lanishi mumkin. Bu esa mulkning joylashgan joyi va kadastr qiymatiga bog'liq. Aksincha, mulkida faqat bitta turar joy binosiga ega bo'lgan pensionerlarga xavotirlanishga hojat yo'q. Agar sizning nomingizda yagona kvartira yoki hovli uy mavjud bo'lsa, siz avvalgidek mol-mulk solig'idan to'liq ozod bo'lishingiz kerak. Masalan, agar siz umringiz davomida bitta kvartira yoki hovli uyiga ega bo'lib kelgan bo'lsangiz va hozir ham faqat shunga egalik qilsangiz, sizning holatingiz o'zgarmaydi. Bu o'zgarishlar faqatgina bir nechta mol-mulkka ega bo'lgan fuqarolarga nisbatan qo'llaniladi. Shuning uchun agar sizning vaziyatingiz shu toifaga kirsa, xotirjam bo'lishingiz mumkin. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Bir misol oddiy holat. Oysha bu 75 yoshda. U Toshkent shahrining Chilonzor tumanida joylashgan. Umumiy maydoni 55 kvadrat metr bo'lgan 2 xonali kvartirada yashaydi. Bu uning yagona mulki. Ilgari ham Oysha bu mol-mulk solig'idan ozod qilingan edi. Yangi qonunchilikka ko'ra ham u bitta uy joyga egalik qilgani sababli ushbu mulk uchun mol-mulk solig'idan to'liq ozod qilinadi. U hech qanday qo'shimcha to'lov qilmaydi va xavotirlanishiga hojat yo'q. Ikki misol, 2 kvartiraga ega pensioner. Ahmad aka 70 yoshda. U o'zi yashaydigan 90 kvadrat metrli 3 xonali kvartiraga va ikkinchi bir 6 kvadrat metrli bir xonali kvartiraga ega. Ikkinchi kvartira farzandlari voyaga yetganlarida ularga berish uchun olingan. Ilgari Ahmad aka ikkala kvartira uchun ham soliq to'lamagan, chunki u pensioner edi. Yangi qonunchilikka ko'ra Ahmad aka ikkita mulkka ega bo'lgani uchun ulardan bittasini soliq imtiyozidan foydalanish uchun tanlashi kerak. Odatda u qimmatroq yoki kattaroq kvartirasini tanlaydi. Masalan, u o'zi yashaydigan 8 kvadrat metrli kvartirasini imtiyozli deb belgilasa, ikkinchi 60 kvadrat metrli kvartirasi uchun mol-mulk solig'i to'lashi shart bo'ladi. Faraz qilaylik. Ikkinchi kvartiraning kadastr qiymati 300 million so'm bo'lib, mol-mulk solig'i stavkasi 0,1 yuqori dedi. Bu faraziy raqam. Aniq stavka joylashuv va turga qarab farq qilishi mumkin bo'lsa, u yiliga 600 ming so'm, 300 ming ilk qo'shimcha soliq to'lash kerak bo'ladi. Bu uning byudjetiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. 3 misol, katta maydondagi yagona kvartira. Zuhra opa 60 yoshda. U o'z nomida bitta, lekin juda katta, 180 kvadrat metrli qimmatbaho joylashuvga ega bo'lgan kvartiraga ega. Ilgari u ham soliq to'lamagan. Hozirgi qonunchilikda imtiyozning maydoniga nisbatan umumiy bir cheklov mavjud emas. Lekin mahalliy hokimiyatlar tomonidan belgilangan normativlar doirasida kadastr qiymatiga bog'liq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Agar uning mulki kadastr qiymati bo'yicha ma'lum bir chegaradan oshib ketsa, bu holatda ham soliq to'lovi yuzaga kelishi mumkin. Ammo hozirgi kunda asosan mulk soniga e'tibor qaratilmoqda. Agar Zuhra opaning yagona mulki bo'lsa, u imtiyozdan to'liq foydalana olishi kerak. Biroq agar kelajakda maydon cheklovlari kiritilsa, masalan, 1000 bizik kvadrat metrdan oshiq qismi uchun soliq joriy etilsa, uning 8 kvadrat metr ortiqcha maydoni uchun soliq to'lash talab qilinishi mumkin. Masalan, taksi kilovan maydonning kadastr qiymati 200 million so'm bo'lsa, u 400 ming so'm, 200 ming soliq to'laydi. Bu misol hozircha faraziy bo'lib, imtiyozlar doirasidagi mulk maydonining aniq chegaralari belgilanmaganligi sababli asosan ko'p mulk egalariga e'tibor qaratilishi kerak. Shuningdek, shuni ta'kidlash kerakki, bu o'zgarishlar faqatgina jismoniy shaxslarga, ya'ni pensionerlarga tegishli mulk solig'iga daxldor. Masalan, yer solig'i, avtomobil uchun soliq yoki boshqa soliq turlariga bu o'zgarishlarning bevosita aloqasi yo'q. Har bir mulk turi va har bir soliq turi o'zining alohida qonuniy asoslariga ega. Istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar. Bu yangi qoidalar qator istisnolar va nozik jihatlarni o'z ichiga oladi. Ularni bilish juda muhimdir. Istisnolar va imtiyozlar. Irin, bitta uy-joy, yuqorida aytib o'tganimizdek, pensionerning tanloviga ko'ra bitta uy-joy uchun imtiyoz saqlanib qoladi. Soliq to'lovchining tanloviga ko'ra soliq organi imtiyozni eng yuqori
kadastr qiymatiga ega bo'lgan mulkka nisbatan qo'llashi mumkin. Bu odatda pensioner uchun manfaatliroqdir. Agar pensioner o'zi imtiyoz qo'llanishi kerak bo'lgan mulkni belgilab bermasa. 2. Ayrim toifadagi fuqarolar, urush faxriylari, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etish ishtirokchilari va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar kabi ayrim toifadagi fuqarolar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha alohida kengroq imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu imtiyozlar pensioner maqomidan qat'iy nazar amal qiladi va ko'pincha mulkning soni yoki maydoniga nisbatan qattiq cheklovlarga ega emas. Agar siz bu toifalardan biriga kiruvchi pensioner bo'lsangiz, soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, o'zingizga tegishli imtiyozlarni aniqlashtirishingiz shart. Vasiylik va homiylik. Agar pensioner vasiylik yoki homiylik qilayotgan shaxsning mulkiga ega bo'lsa, bu holatda ham alohida yondashuvlar bo'lishi mumkin. Lekin bu holat kamdan kam uchraydi va har bir vaziyat individual ravishda ko'rib chiqiladi. Nozik jihatlar va kutilmagan vaziyatlar. Bin. Tanlov huquqi. Agar pensionerning bir nechta mulki bo'lsa, u qaysi biriga imtiyoz qo'llanilishini o'zi tanlashi kerak. Bu tanlovni amalga oshirish uchun soliq inspeksiyasiga yozma ariza bilan murojaat qilish lozim. Agar bunday ariza berilmasa, soliq organi imtiyozni kadastr qiymati eng yuqori bo'lgan mulkka nisbatan avtomatik ravishda qo'llaydi. Bu esa ko'pchilik holatlarda mantiqiy hisoblanadi. Ammo pensionerning o'zi uchun boshqa mulkni tanlash maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Masalan, o'zi yashaydigan kvartira emas, balki ijara uchun berilgan kvartira uchun imtiyozni olishni istashi mumkin. Bu jarayonni aniqlashtirishga murojaat qilish kerak. Mulkning kadastr qiymati. Mol-mulk solig'i bevosita mulkning kadastr qiymatiga bog'liq. Bu qiymat kadastr agentligi tomonidan belgilanadi va vaqti bilan qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar sizga kelgan soliq bildirishnomasidagi kadastr qiymati noto'g'ri deb hisoblasangiz, uni kadastr agentligiga murojaat qilib qayta baholatishingiz mumkin. Ba'zan kadastr qiymati bozordagi real narxga mos kelmasligi yoki texnik xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda yozma ariza bilan tegishli organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Umumiy egalik. Agar kvartira bir nechta shaxsga, masalan pensioner va uning farzandlariga umumiy egalik huquqi asosida tegishli bo'lsa, soliq har bir mulkdorning ulushiga mutanosib ravishda hisoblanadi. Bu holatda pensionerning ulushiga nisbatan imtiyoz qo'llaniladi, lekin qolgan egalarning ulushiga esa umumiy tartibda soliq solinadi. Bu juda muhim nuans, chunki ko'pchilik bu kabi umumiy mulklarda soliq to'lashdan to'liq ozod bo'lishini o'ylashi mumkin. Dacha yoki bog' uylari ko'pchilikning savoli tug'iladi. Dacha yoki bog' uylari ham shu qoidaga tushadimi? Odatda soliq kodeksida turar joy binosi tushunchasi aniq belgilangan. Agar sizning dachingiz yoki bog' uyingiz kadastr hujjatlarida turar joy binosi sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, u ham ushbu qoidaga tushishi mumkin. Agar u noturar joy obyekt sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, u holda boshqa stavkalar qo'llaniladi va bu holatda pensioner imtiyozlari boshqacha tarzda ko'rib chiqiladi. Shuning uchun mulk hujjatlaringizni tekshirish va uning maqomini aniqlashtirish muhimdir. 5. Soliq bildirishnomalari. Ba'zida pensionerlarga soliq bildirishnomalari kelib, ular bunga e'tibor bermaydilar. Bu xato. Har bir bildirishnomani diqqat bilan o'qib chiqing. Agar siz tushunmagan yoki noto'g'ri deb hisoblagan bildirishnoma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Soliq organlari bilan bog'laning va vaziyatni aniqlashtiring. Aks holda yig'ilib qolgan soliq qarzlariga penya qo'shilishi va hatto sud orqali undirilishi mumkin. Bu kabi nozik jihatlarni bilish kelajakda kutilmagan muammolarga duch kelishdan saqlanishga yordam beradi. Har bir vaziyat o'ziga xos bo'lishi mumkin. Shuning uchun shubha tug'ilganda mutaxassisga murojaat qilishdan tortinmang. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Hurmatli tomoshabinlar, ushbu yangiliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish va huquqiy jihatdan to'g'ri harakat qilish uchun sizga bir nechta aniq amaliy qadamlarni tavsiya qilaman. Bu qadamlar sizga vaziyatni nazorat qilishga va ortiqcha to'lovlardan qochishga yordam beradi. 1. Mulk hujjatlaringizni tekshiring va tartibga keltiring. Birinchi navbatda sizning nomingizda qancha turar joy binosi, kvartira, hovli uyi ro'yxatdan o'tganligini aniqlang. Buni mulk hujjatlaringizni, kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma ko'rib chiqish orqali amalga oshirishingiz mumkin. Mulkning umumiy maydoni va kadastr qiymatini tekshiring. Bu ma'lumotlar ham kadastr hujjatlarida mavjud bo'ladi.
Agar sizda bu hujjatlar bo'lmasa yoki ular eskirgan bo'lsa, kadastr agentligining tuman shahar bo'limiga murojaat qilib, ularni tiklashingiz yoki yangilashingiz kerak. 2. Soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Agar sizning nomingizda bir nechta turar joy binosi mavjud bo'lsa, zudlik bilan yashash joyingizdagi Davlat soliq inspeksiyasiga DSI murojaat qiling. Soliq inspeksiyasi sizga tegishli mulklar ro'yxatini aniqlashtiring. U yerda sizga qaysi mulkingiz uchun imtiyoz qo'llanilishi va qaysi bir uchun soliq to'lashingiz kerakligi haqida ma'lumot beriladi. Agar siz bir nechta mulkka ega bo'lsangiz, imtiyozni qaysi mulkka nisbatan qo'llashni xohlayotganingiz to'g'risida yozma ariza topshiring. Odatda eng qimmatli mulk uchun imtiyoz tanlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bu sizga eng kam soliq to'lash imkonini beradi. Arizangizning nusxasini soliq inspeksiyasining qabul qilinganligi to'g'risidagi belgi bilan saqlab qo'yishni unutmang. 3. Imtiyozlaringizni aniqlashtiring. Agar siz urush qatnashchisi, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etish ishtirokchisi yoki I guruh nogironi kabi alohida toifaga kiruvchi pensioner bo'lsangiz, soliq inspeksiyasiga tegishli tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, guvohnoma, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma bilan murojaat qiling. Bu sizga qo'shimcha yoki kengroq imtiyozlardan foydalanish imkonini berishi mumkin. 4. Bildirishnomalarni diqqat bilan o'qing va to'lovlarni amalga oshiring. Agar sizga mol-mulk solig'i to'lash to'g'risida bildirishnoma kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Unda ko'rsatilgan summalarni va to'lov muddatlarini diqqat bilan tekshiring. Agar siz bildirilmagan soliq summasi bilan rozi bo'lmasangiz, darhol soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Soliq inspeksiyasi xodimlari sizga hisob-kitoblarni tushuntirib berishlari kerak. Soliq to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish muhimdir. Buni banklar orqali, pochta bo'limlari orqali yoki zamonaviy mobil ilovalar, masalan, soliq mobil ilovasi Payme, Click va boshqalar orqali amalga oshirishingiz mumkin. Barcha to'lov kvitansiyalarni saqlab qo'ying. 5. Kadastr qiymatini qayta baholatish imkoniyati ko'rib chiqing. Agar sizning mulkingizning kadastr qiymati nohaq ravishda yuqori deb hisoblasangiz, kadastr agentligining tuman shahar bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qilib, mulkini qayta baholashni so'rashingiz mumkin. Ba'zan noto'g'ri baholashlar tufayli soliq summasi oshib ketishi mumkin. 6. Tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, huquqiy yordam oling. Agar soliq inspeksiyasi bilan muloqotda tushunmovchiliklar yuzaga kelsa yoki sizning huquqlaringiz buzilyapti deb hisoblasangiz, yurist yoki huquqshunosga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga to'g'ri maslahat berib, huquqiy yordam ko'rsatishlari mumkin. Bu amaliy qadamlar sizga yangi soliq qonunchiligi sharoitida o'zingizni himoya qilishga va moliyaviy muammolardan qochishga yordam beradi. Asosiysi bexabar qolmaslik va o'z vaqtida harakat qilish. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videoda biz pensionerlarning mulk solig'i bo'yicha yuzaga kelgan yangi o'zgarishlarni batafsil muhokama qildik. Esingizda bo'lsin, asosiy o'zgarish shundaki, agar pensionerning nomida bir nechta uy-joy obyekti bo'lsa, u ulardan faqat bittasiga nisbatan imtiyozdan foydalana oladi. Qolganlari uchun esa umumiy tartibda soliq to'lashi shart. Birinchi navbatda mulkida bir nechta kvartira yoki hovli uyi bo'lgan pensionerlarimiz bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari lozim. Shu bilan birga faqatgina bitta turar joyga ega bo'lgan pensionerlarga xavotirlanishga hojat yo'q. Ular avvalgidek soliqdan ozod qilinadilar. Eng muhimi, bu yangiliklardan xabardor bo'lish, o'z mulk hujjatlaringizni tekshirish va zarur bo'lsa, soliq inspeksiyasiga murojaat qilib, vaziyatni aniqlashtirish. Aktiv bo'lish va o'z huquqlaringizni bilish sizni kutilmagan moliyaviy yuklamalardan himoya qiladi. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollarga javob berdi. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu kabi muhim ma'lumotlarni doimiy ravishda sizga yetkazib turishimizga yordam berasiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarimizda ko'rishguncha